Oliy ta'limni tamomladim. Endi qaysi sohada, qaysi yo'lni tanlasam kelajagimni mustahkam qura olaman? Qaysi kasb orqali yurtim va xalqimga manfaat keltira olaman? Qanday inson bo'lsam, otam, onam men bilan faxrlanadi. Duosini olaman. Bugun davlat xizmati ochiq va adolatli tizim. Bu yerda bilim, intilish va harakat qadrlanadi. Onajon, men davlat xizmatiga ishga kirdim. Tabriklang. Bugun davlat xizmatida tashabbus qo'llab-quvvatlanadi. Yangi g'oyalar eshitiladi. Har bir yaxshi tashabbus amaliy natijaga aylanishi uchun sharoit yaratiladi. Ba'zan eng katta mukofot odamlarning samimiy rahmati bo'ladi. Bugun menga xalqim ishonadi. Bu ishonch esa menga yanada katta mas'uliyat va kuch bag'ishlaydi. Halol mehnat albatta qadrlanadi. Intilish va mas'uliyat insonni yuksak marralarga olib chiqadi. Eng muhimi, davlat xizmatchisi har kuni vatan taraqqiyotiga hissa qo'shadi. Insonlar hayoti yaxshilanishi uchun xizmat qiladi. Men davlat xizmatini tanladim. Chunki bu yerda faqat o'z kelajagimni emas, yurtimning kelajagini ham ko'rish mumkin. Bu kasb emas, xalq va vatan oldidagi mas'uliyatdir.